Obunachilar, sizlarga noxush xabarim bor. Asad Arim o'z faoliyatini to'xtatmoqchi. Aka, bunga nima sabab bo'lyapti? Endi ko'p to'sqinliklar bo'lyapti, hamma tomonlama. Misol, meni armressing qilayotganim ham ko'p odam to'plangani, o'shunaqa sabablar, keyin uylarimga ham ko'pchilik telefon qilishib, nima qilishib, internetlardan ham chiqishyapti. Sportni rivojlanishiga qarshilik qiladigan odamlar ham bor shekilli. Shuni hisobiga bo'lyapti. Siz Yozyovonga boraman deb va'da qilgandingiz. Farg'onalik bola bitta gapiradi deyishgan. Nima qilamiz endi bu yog'ini? Bo'ldi, bo'lmasam, Yazovonga borib qo'yamiz. Ertagami? Bo'lsa erta Yazovonga boramiz. Mayli, o'sha bitta kreatinim bor edi. Kommentimda ko'p yozganga beraman degandim. Kommentariyaga yozinglar, Yazovonda qatida bo'lishini. Mayli, ertaga oxirgisi bo'ladi, bo'lmasam siz Yazovonga borib, armressing musobaqasini o'tkazamiz va tugatamiz faoliyatni. Bo'laveradimi aka? Va'da bo'lsin. Farg'onalik bolalar va'dasida turadi. Ertaga bo'lmasam Yozyovonda kutamiz sizni. Xudo xolasa. O'shuni armressingga kuchli tanishlarga tashab qo'yinglar, belgilaylar, ko'rsin sportni kuchaytirishga yordam beryapsizlar. Bitta like, bitta komment, obuna bo'lib qo'ysalaring. O'sha obunachilarimiz ichidan beramiz kreatinni ham. Hammalanga omad. Istoriyani kuzatishda davom etinglar. Aniq manzil lokatsiyasini istoriyaga qo'yib boramiz.